masalamizni yechishni boshlashdan oldin quyidagi bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Agar bizga to'g'ri sim o'tkazgich berilgan bo'lsa va undan I tok oqayotgan bo'lsa, uning atrofida magnit maydon hosil bo'ladi va bu magnit maydonning ko'rinishi markazi o'tkazgichda joylashgan konsentrik aylanalar ko'rinishda bo'ladi. Yoki bu chizmani yana soddaroq qilib chizishni usuli bor. Bu quyidagi ko'rinishda, ya'ni bu bizga o'tkazgich. Agar bunday ko'rinishdagi belgi turgan bo'lsa, bu o'tkazgichdagi tok rasm tekisligiga tik kiruvchi yo'nalgan bo'ladi va uning atrofidagi magnit maydon induksiyasi demak konsentrik aylanalar ko'rinishda bo'ladi. Endi uning yo'nalishiga to'xtalib o'tamiz. Uning yo'nalishi qanday aniqlanadi? Magnit maydonning yo'nalishi, magnit maydon kuch chiziqlarining yo'nalishi o'ng parma qoidasi yordamida aniqlanadi. Bu parma dastasi bu qoidaga ko'ra, agar parmaning ilgarilama harakat yo'nalishi, buni streklar bilan ko'rsatilgan, tokning yo'nalishi bilan mos tushsa, parma dastasining aylanma harakati tokli o'tkazgich atrofidagi magnit maydonning yo'nalishi bilan, magnit maydon kuch chiziqlarining yo'nalishi bilan mos tushadi. Demak, bu holatda magnit maydonning yo'nalishi mana bunday ko'rinishda. Yoki bu chizmamizda esa magnit maydonning yo'nalishi soat strekasining yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan. Ya'ni bu chiziqlar magnit maydon chiziqlari yoki qisqacha magnit chiziqlari deb ham nomlanadi. Magnit maydon kuch chiziqlari deb ham nomlasak bo'ladi. Endi bizga agar bir ma'lum bir nuqtasidagi o'sha magnit maydon induksiyasining yo'nalishini aniqlash kerak bo'lsa, misol uchun mana ixtiyoriy mana bu nuqtadagi magnit maydon induksiyasining yo'nalishi shu magnit maydon kuch chiziqlariga urinma bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Mana urinma, mana shu urinmaning yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Yoki mana bu nuqtadagini aniqlamoqchi bo'lsak, demak shu nuqtaga o'tkazilgan urinma mana shu yo'nalishda bo'ladi. Yoki boshqacha ham talqin qilish mumkin. O'tkazgichdan biz qarayotgan nuqtaga perpendikulyar tushiramiz. Demak, shu nuqtadagi magnit maydon induksiyasi shu radius vektoriga perpendikulyar bo'ladi. Demak, o'sha bu B, ya'ni magnit maydon induksiyasining yo'nalishini qanday aniqlashni aytib o'tdik. Endi uning miqdori, ya'ni son qiymati qanday aniqlanadi? Agar o'tkazgichimiz to'g'ri shakliga ega bo'lsa, uning atrofidagi magnit maydonning ma'lum bir nuqtasidagi magnit maydon induksiyasi mu 0 I 2 pi r formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda r o'sha o'tkazgichdan biz qarayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa, I o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi, mu 0 bu magnit doimiysi 4 pi ko'paygan 10⁻⁻⁷
Genri taqsim metr magnit doimiysi deyiladi. Mu muhitning magnit singdiruvchanligi, ya'ni o'tkazgich joylashgan muhitning magnit singdiruvchanligi havo yoki vakuum uchun taxminan 1 ga teng. Havo uchun taxminan 1 ga teng, vakuum uchun 1 ga teng. 1 ga teng. Demak, bu bizning asosiy formulamiz hisoblanadi. Keling, bu birinchi formulamiz bo'lsin. Demak, biz magnit maydonning yo'nalishini qanday aniqlashdi? Uning miqdorini, modulini qanday aniqlashni bilib oldik. Endi masalamizga o'tamiz. Masala shartiga ko'ra bizga ikkita o'tkazgich berilgan. Ikkita to'g'ri o'tkazgich. Ulardagi tok kuchi bir xil yo'nalishga ega. Birinchi o'tkazgichdagi tok kuchi I1, ikkinchi o'tkazgichdagi tok kuchi I2 ga teng. Ular orasidagi masofa D ga teng. Bizdan shu har bir o'tkazgichdan R masofada joylashgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasini aniqlash so'ralmoqda. Demak, mana shu nuqtani qandaydir A nuqta desak, A nuqtadagi magnit maydon induksiyasini aniqlashimiz kerak. Bu nuqta birinchi o'tkazgichdan ham, ikkinchi o'tkazgichdan ham R masofada joylashgan. Biz yuqorida ko'rib o'tdik. Biz yuqorida bitta o'tkazgichni ko'rib o'tdik buni. Bizda agar ikkita o'tkazgich berilgan bo'lsa, ma'lum bir nuqtadagi magnit maydon induksiyasi har bir o'tkazgich hosil qilgan magnit maydon induksiyasining vektor yig'indisiga teng bo'ladi. Buni superpozitsiya prinsipi deb ham aytiladi. Demak, magnit maydonning induksiyasi har bir o'tkazgich hosil qilgan magnit maydon induksiyasining vektor yig'indisiga teng. Bu bizning keling ikkinchi ifodamiz bo'lsin. Endi har bir o'tkazgichning hosil qilgan magnit maydon induksiyasini, ya'ni a nuqtadagi B1ni biz yuqorida aytib o'tirgan birinchi formula yordamida aniqlaymiz. Demak, unga ko'ra B1imiz mu 0 I1 taqsim 2 pi R 1 ga teng. Bu uchinchi ifodamiz bo'lsin. Yoki ikkinchi o'tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiyasi mu 0 2 pi R 2. Bu bizning to'rtinchi ifodamiz bo'lsin. Demak, biz hozir buni miqdori, moduli aniqlashimiz kerak. U quyidagi formula yordamida aniqlanadi. Bu bizning 5-chi ifodamiz. Ya'ni B barobar B1 kvadrat plus B2 kvadrat plus 2B1 B2 qo'shimcha alfa. Alfa bu yerda B1 vektor va B2 vektorlar orasidagi burchak. Keling o'sha alfaning qiymatini aniqlashga harakat qilaylik. Dastlab A nuqtadagi birinchi o'tkazgichning magnit maydon induksiyasining yo'nalishini aniqlaylik. Demak, u R ga perpendikulyar yo'nalgan bo'lishi kerak va undagi tok rasm tekisligiga kiruvchi bo'lgani uchun uning atrofidagi magnit maydon soat strekasi bo'lib yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni magnit maydon kuch uzuqlarining yo'nalishi soat strekasi bo'lib yo'nalgan. Demak, A nuqtadagi magnit maydon induksiyasining yo'nalishi, ya'ni B1 ning yo'nalishi R vektoriga perpendikulyar va quyidagi yo'nalishda bo'ladi. Endi ikkinchi o'tkazgichning A nuqtadagi
magnit maydon induksiyasining yo'nalishida harakat qilaylik. Endi chizmamiz yanada aniqroq bo'lishi uchun masala shartiga ko'ra I1 20 amper, I2 miz 30 amperga teng. Demak, bu yerda R1 va R2 lar bir xil. R ga teng. Demak, B1 va B2 ning qaysi birini kattaligini solishtirish uchun toklarni son qiymatini solishtirish yetarli. Demak, I2 I1 dan katta bo'lgani uchun, demak B2 B1 dan katta. Buni nima uchun aytib o'tdim? Rasmda, demak, B2 ni chizganimizda B1 vektoridan uzunroq qilib chizishimiz uchun. Ya'ni, masalan, chizmamiz yanada aniqroq bo'lishi uchun. Demak, bu B2 ning yo'nalishi bu R vektoriga perpendikulyar bo'ladi va quyidagi yo'nalish bo'lib yo'nalgan bo'ladi. Demak, bu B2 vektorimiz. Va A nuqtadagi natijaviy magnit maydon induksiyasining yo'nalishi mana vektorlarni qo'shish qoidasiga ko'ra parallelogram yasaladi va A nuqtadagi natijaviy magnit maydon induksiyasi parallelogram diagonali bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Bu yerda keltirilgan alfa burchak esa shu B1 va B2 vektorlar orasidagi burchak hisoblanadi. Keling, bu burchakni aniqlashga harakat qilaylik. Masala shartiga ko'ra D ham 10 cm, R ham 10 cm. Demak, bu uchburchagimiz teng tomonli uchburchak. Teng tomonli uchburchakning ichki burchaklari esa 60 gradusdan bo'ladi. Demak, bu yerdagi burchagimiz ham 60 gradusga teng. Biz yuqorida aytdik, B2 va bu R orasidagi burchak, ya'ni ular tik bo'ladi. Demak, mana bu joydagi burchagimiz mana bu 30 gradusga kelib chiqadi. Yoki bu R va B1 vektorimiz orasidagi burchak ham 90 gradus. U holda alfamiz 60 gradusga tengligi kelib chiqadi. Demak, 3-chi, 4-chi va alfa barobar 60 gradus qiymatlarini 5-chi ifodaga olib borib qo'yamiz. Kvadrat mu 0 2 pi r kvadrat 2 mu 0 i1 2 pi r mu 0 2 pi r kosinus 60 gradus. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Bir xil hadlarni ildizdan chiqarib, ifodamizni yana soddaroq ko'rinishda yozamiz. Demak, b barobar mu 0 2 pi r i1 kvadrat plus i2 kvadrat plus 2 i1 i2 1 taqsim 2. Yoki yana ham soddaroq ko'rinishda yozsak, b1 barobar mu 0 2 pi r i1 kvadrat plus i2 kvadrat i1 i2. Demak, bu biz topishimiz kerak bo'lgan magnit maydon induksiyasi, ya'ni A nuqtadagi magnit maydon induksiyasi hisoblanadi.
Bu bizda 6-chi ifodamiz. Bu 6-chi ifodamizga bu masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, o'sha b ning ham son qiymatini hisoblab qo'yamiz. Demak, b barobar -0 bizda 4 pi 10 darajasi -7, 2 pi 10 darajasi -1, i birimiz 20, uning kvadrati 400 plus 900 20 ko'paygan 30. Bu son qiymatlarini qisqartirsak va soddalashtirsak, b barobar 87,2 ko'paygan 10 darajasi -6 Tesla yoki b barobar 87,2 mikro Tesla ekanligi kelib chiqadi.